Men har doim orzu qilgan yotoqxonamni tayyor bo'lgan holatini hammaga ko'rsatdim. Lekin ungacha bo'lgan jarayonni hali hech kim ko'rmadi. Agar qilgan mehnatimiz sizlarga yoqsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Yotoqxonamizni do holati aynan shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Oq va seri rang juda ham charchatib yorgani sababli biz hammasini noldan yangilashga qaror qildik. Eski mebellarimizni bo'shatib, pardalarni yechib, tarqatib yordik. Gilamlarni ham bitta top-toza qilib, pilisos qilib, uni ham berib yordik. Va ko'rib turganingizdek, xonamizni remontini eng mehnat talab qiladigan joylariga ham yetib keldik. Er-xotin birlashib aboylarni ko'chirib tashladik. Bu xonani devorlari ham xuddi bolalarimizning xonasiga o'xshab emulsiya bo'ldi. Uyimizni eski remontida pol qilinmagan edi. Shunchaki kavralan to'shab qo'yilgan edi. Endi bizning uyimizda ham pol bor. Parket rangini ham devorga va mebellarga moslab qildik. Va nihoyat men hamma narsadan ham ko'p orzu qilgan o'sha mebelga ham yetib keldik. Men yasanishimga, bo'yanishimga, sochlarimni qilishimga katta, chiroyli, yorug' zonam bo'lishini har doim orzu qilganman. Har bitta polkasida kosmetikalarim akkuratniy bo'lib turishi tushlarimga ham kirib chiqardi. Xudoga ming shukr, bu orzu ham orzuligicha qolmadi. Endi bu xonaga yetishmayotgan bitta kravatni qo'yamiz va boshqa xonani remontini boshlaymiz. Xo'sh, sizlarga yoqdimi? Aytgancha, sizlar ham xursand bo'linglar deb zo'r yengillik tayyorlab qo'yganman. Qorin ketkizuvchi, oyoq, son, bel va bo'ksalarni ozdiruvchi body korsetlarga, sochni to'kilishini to'xtatuvchi, o'stiruvchi, soch uchun mo'ljallangan misir naborlariga va tug'ruqdan keyingi osilgan qorinni ketkizuvchi korsetlarga zo'r chegirmalar e'lon qilganman. Chegirmadan foydalanish uchun menga Telegramdan yozinglar. Men sizlarga chegirmadagi mahsulotlar haqida to'liq ma'lumot beraman. Shoshilinglar, mahsulotlar soni juda ham kam qoldi. Meni nomerimni saqlanib qilib, Telegramda meni kuzatsanglar, har bitta mahsulotimga kelayotgan natijalarni ham ko'rib borasizlar. Aytgancha, chegirma yana 2 kun davom etadi.